Abbos, Aha. bilasiz, narkomanlarda передозировка bo'ladi. Hop. Uy sotishda ham, оказывается, передозировка bor ekan. Bilasiz? Qanaqa bo'ladi? Yangi bozorni endi chiqarayotgan paytimizda o'sha logotiplarni qilib, proyekt absolyutni yangi 3 oyning ichida 200 ta xonadon sotganmiz. Lekin quruvchi uchun, hozir quruvchilar biladi, mana nima deyotganimni. Quruvchi uchun bu невыгодное положение nimaga? Meniki quruvchi qancha ko'proq dastroid qilsa obyektni o'sha dastroid qilgandan keyin eng zo'ri kadastr chiqib keyin sotsaga quruvchi maksimalniy foydasini o'sha yerda ko'radi-da, tushunasizmi? Bizi proyektni boshidan 3 oyning ichida bog'latganimizga va 200 ta va investorlarimiz bor edi. Yangi bozorda investorlarimiz kelib, "Kam, iltimos, o'zingni bos, buncha ko'p sotish kerak emas." Qurilishni boshida sotayotgan odam investorlarga jabr qilayotgan bo'ladi. Nimagaki hamma proyekt birinchi chiqayotgan paytida birinchi 100 tasini qo'pol qilib aytgan bo'lsa agar o'zbekchasiga qurbon qiladi. To'g'risizmi? Nom chiqarish uchun, masalan, ana biza bormiz, bizadan sotib olyapti odamlar deyish uchun ham 100 tasini o'sha investor bo'ladimi, quruvchi bo'ladimi, o'zini puliga ham sotib tashlaydi. O'rtoqlar, menimcha bilmagan edinglar. O'shani hisobiga like bilan hatsabi qo'llab qo'yinglar bu yoqda. Podpiska bossalar ham zarar qilmaydi.